Jahon, tinchlikmi, nima chaqiruvding? Xullas senga mashina oldim. Man. Yangi emas, lekin tirikchiligingga yaraydi. Ya, kerak emas. O'rtoq, qaysarligini bilaman. Shundoq berayotgan joyim yo'q. Bo'lib to'laysan. Puling bo'lganida ol. Jahon, qarzim boshimdan oshib toshyotibdi o'zi. Bilaman, o'sha qarzingni qanaqa tur qilib yopishing kerakmi? Kira qilarsan. Dastavkada ishlaysan. Baribir bitta uyda bitta mashina kerak, ol. Yo, ololmayman, Jahon. O'rtoq, olgin. Oyma-oy nechta pul topsang, beraversan. Bermasang ham roziman. Yo, pulimni to'layman. Faqat olasan. Tekinga bo'lsa kerak emas. Kelishdik. Senga tushunmadim. Olib bergan mashinangni sotib yubordim. Boshqa ilojini topolmadim. Faqat xafa bo'lma. Qo'ysang-chi. Foydasi tegandan xursandman. Mayli, mashinani keyin ham olaverasan. Topiladigan narsa. Muhimi, kenaymi soluvlari. Sher baraka topsin. Nechta bolalar oldiga bordim. Bittasi yordam berdi, bittasi bera olmadi. Umuman olganda pul topolmadim. Butun operatsiya pulini sherdan oldim. Mashinam olib qoldi. U bo'lmaganda bilmayman nima qilardim. Sher? Qaysi sher? O'zimizdan sher. O'sha senga yordam berdimi? Ha? Tushunarli. Onam uchun pul topishim kerak. Nima qilib bo'lsa ham. Yaxshi ish bo'lmabdi har qayerda. Keyin tuzalib ketsinlar. Mashinamni o'zing olib qol. Shu sohadasan-ku. Endi meni ham pulim yo'q, o'rtoq, bilasan. Birovni pulini aylantiraman. Bilmadim hozir nima deyishni ham. Nech pulga olib qolasan? Imkon qadar balandroq olib qol. To'xta, men olib qoladiganlardan bitta so'ray. O'zing olib qola olmaysanmi? Aytibman-u, men birovni pulini aylantiraman, o'rtoq. Hozir. Alo. Spark bor, yili eskiroq. Nech pulga olib qolasan? Ha, 3000 ekan-da. Xullas gaplashdim. Olib qolamiz deyishyapti, yo'q deyishmadi. Faqat 3000 baholashdi. Ko'rmasdan turib. 3000? Ha? Bu mashina menga 7000 ga tushgan. Endi 15000 larga olganlar ham bor. Hozir shunaqa. Srochnik sotaman desang shunaqa narxga olib qolishadi-da, nima deysan? Sher. Baq qarab ol shunda. O'rtoq. Ke? Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshimisan? Nimadir qolib ketibdimi mashinada? Yaxshi sotib yubormabsan-a buni? Yo'q, hali sotganim yo'q, endi tayinlaymiz-a-yu buni. Sher. Ha? Mana ertalab bergan puling menga. Nimani puli? Mashinaga $3000 beruvding-ku. O'shani mana qayta olib keldim. Men senga 3000 berib turganim yo'q. Men seni mashinani 3000 ga sotib oldim boya. Tushundim. O'sha 3000 ni qayta olib keldim hozir. Sen menimcha tushunmayapsan. Mashinani men 3000 ga sotib oldim. Mashinaning narxi endi 3000 emas. Qancha? 5000. Qanaqasiga? Boya tushuntirdim-ku senga. Tirikchilikka olyapti deb aytdim-ku. Sen noto'g'ri tushunibsan menimcha. Sher, vaziyatini tushuntirdim-ku. Men ham vaziyatingdan kelib chiqib, qo'limdan kelgancha yordam berdim. To'g'rimi? O'rtoq. Qo'l uzatayotgan odam har doim yaxshilik qilayotgan bo'lavermaydi. Jahon, yaxshimisan? Ol qo'lingni. Jahon. Qo'ya qol, yaxshilik qildi-yu menga boya. Sher, menga 5000 zarur. Bilasan-ku. 5000 ga olib qolsang beraman deb kelyotgandim oldinga. Xo'p, buni 3000 ga olib qolamiz. 3000 men senga beraman. Yana 2000 ham topib beraman. Faqat 2000 ning ustiga pul qilib berishing kerak.
G'alati bo'lib qolmaydimi? Yonib qolganda shunaqa bo'ladi-da, o'rtoq. Bir nima qilib o'zing olib qol shuni. Nima qilay? Buni 3000 ga olib qolaymi? Taqalgani shu. Nima qilib bo'lsa ham qo'limga 5000 ber. 2000 ham topib beraman senga hozir. Foizini kamroq hisoblatamiz. Hozir. O'rtog'ingning musibatini necha pulga baholayapsan? Yo'q, bu yerda boshqa masala bor, o'rtoq. Kunduz kuni mashinani olib keldi. Baribir hech kim unaqa narxga olib qolmayotdi. Qo'ldan kelgancha yordam qilib, Insof narxini tushirib turayotsan-da. Odamingni-chi? Ha? Vijdoningni ham sotasan sen. Necha pul berish kerak ekan? Jahon kerak emas, qo'ya qol. 5000 mi? Ber pulni. Ma, noto'g'ri tushunsan deymani. borganda kal top chiq. Qo'ya qol. Menga boya rostdan yaxshilik qildi. Sen jim tur. Bora olib chiq kaltni. O'rtoq noto'g'ri tushunsanlar deymani. Men tirikchilikdagi odamman. Kal top chiq bo'ldi. Hozir olib chiqaman.